Xorijlik mutaxassislardan biri agar O'zbekistondan yetishib chiqqan har bir alloma uchun alohida tadqiqot markazi ochiladigan bo'lsa, O'zbekistondagi har bir xonadon tadqiqot markaziga aylangan bo'lardi degan edi. Haqiqatda diyorimizda biror qadam joy yo'qki, uni olim kishi bosmagan bo'lsa. Samarqanddagi Imom Buxoriy ziyoratgohi yonginasida muhaddis bobomiz taratgan ma'rifat ziyosidan hosil bo'lgan ana shunday bir tadqiqot markazi bor. U Imom Buxoriy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi. Markaz 2017-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori asosida Imom Buxoriy va musulmon dunyosining buyuk mutafakkirlari ilmiy merosini o'rganish, islom dinining asl qadriyatlari va madaniyatini to'g'ri anglash va yosh avlodni mazkur qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash maqsadida tashkil etildi. Markazda ilmiy tadqiqotlar bo'limi, diniy ma'rifiy tadbirlar bo'limi, qo'lyozmalar bilan ishlash va muzey bo'limi hamda nashrlar bo'limi faoliyat olib boradi. Markazda shu kunga qadar 100 dan ortiq ilmiy va ommabop kitoblar chop etildi. Ular orasida Sahih Buxoriy hadis to'plamining sharhlari ilk bor o'zbek tilida nashr etildi. Markazda Imom Buxoriy faoliyatini ko'z oldimizda gavdalantiruvchi mana shunday muzey ham bo'lib, bu yerga olim asarlarining eng qadimiy nusxalari joylashtirilgan. Qolaversa, Imom Buxoriyning hadis jamlash yo'lidagi ilmiy safarlari va Bag'doddagi mashhur hadis imtihoni mohirlik bilan tasvirlangan. Markaz kutubxonasida o'zbek, arab, fors, turk, ingliz va rus tillaridagi 5000 ga yaqin adabiyotlar mavjud. Bundan tashqari, markazning manbalar xazinasida 1000 ga yaqin nodir qo'lyozmalar mavjud bo'lib, hozirda ularni tadqiq qilish va zamonaviy nashrlarni tayyorlash ishlari davom etmoqda. Imom Buxoriy bobomizdan qolgan omonat, sahih ilm va ezgulik nuri bugun yana qayta dunyoga taralmoqda. O'zbek millati har bir xonadonidan allomalar yetishib chiqqan millat va bu dargoh o'zligimizni anglash yo'lidagi mustahkam qadamimizdir. Zero, Imom Buxoriy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bugun bizga bir haqiqatni eslatib turadi. O'tmishi buyuk bo'lgan millatning kelajagi ham nurafshon bo'lishga munosibdir. Shundoq Imom Buxoriy tadqiqot markazidan chiqishimiz bilan ko'zimiz yana bir ilm dargohiga tushadi. Bu hadis ilmi maktabi. Hadis ilmi maktabi Prezidentimizning diniy ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi farmoni asosida 2018-yilda tashkil etildi. Maktab binosi milliy va zamonaviy uslubni o'zida aks ettiruvchi me'moriy dizaynda qurilgan. Ichkaridagi muhit kishini hayratga soladi. Keng va yorug' darsxonalar, zamonaviy axborot texnologiyalari xonalari va eng muhimi nodir qo'lyozmalar va kitoblarga boy kutubxona. Bu yerda talabalarning ilm olishi va yashashi uchun zarur bo'lgan barcha sharoitlar oliy darajada hozirlangan. Hadis ilmi maktabidagi ta'lim tizimi dunyodagi eng nufuzli islom universitetlari, xususan Misrning Al-Azhar universiteti tajribalari asosida yo'lga qo'yilgan. Maktabda o'qish muddati 5 yil bo'lib, talabalar nafaqat hadis ilmi, balki Qur'on ilmlari, fiqh, arab tili va zamonaviy dunyoviy fanlarni ham chuqur o'zlashtiradilar. Har yili ushbu bilim yurtiga o'rta maxsus islom bilim yurtlari bitiruvchilaridan imtihon asosida 10 nafar talaba qabul qilinadi. Bu maktabning boshqa bilim yurtlaridan asosiy farqi, bu yerda ta'lim ustoz-shogird an'anasi asosida yo'lga qo'yilgan. Talabalar Sahih Buxoriy va Sahih Muslim kabi 9 ta mashhur hadis to'plamlarini o'z ustozlaridan ijoza, ya'ni maxsus ruxsatnoma olish darajasida o'rganadilar. Maktabda nafaqat mahalliy, balki xorijiy ulamolar, xususan Misr Arab Respublikasidan kelgan tajribali mutaxassislar ham dars berishadi. Bu esa talabalarning arab tilida erkin so'zlashishi va xalqaro ilmiy doiralar bilan bevosita muloqot qilishiga yo'l ochadi. Shuningdek, hadis ilmi maktabida talabalarga hadis sharhlari, hadis matnlari, hadis ilmi istilohlari, muhaddislar uslubi kabi hadis ilmi bo'yicha chuqurlashtirilgan fanlardan saboq beriladi. Hadis ilmi insoniyatni ezgulikka, yaxshilikka va yuksak odoblarga chorlovchi qadriyatlarimiz majmuidir. Samarqand zaminida qad rostlagan ushbu maktab buyuk ilmiy merosimizning
qayta uyg'onishi ramzidir. Bu yerdagi har bir talabaning nigohida Imom Buxoriy va Imom Termiziy kabi zotlardan qolgan bebaho omonatning mas'uliyati porlab turadi. Ilm va iymon birlashgan ushbu muqaddas dargohdan yetishib chiqajak olimlar inshaalloh kelajakda yurtimizni yana dunyoning ilm-fan markaziga aylantiradi.